Assalomu alaykum. Hurmatli tadbirkorlar, biz Qo'shtepa Agrobank navbatdagi tadbirkorlar uchrashuvini boshlaymiz. Tadbirkorlar uchrashuvimiz Qo'shtepa tumani Sohibkor mavqeida bo'lib o'tyapti. Endi o'tirib gaplashaveramiz. Bizga Sohibkor hududidan murojaatlar kelib tushgan. Murojaatlarning birinchisini tanishtirsak, Rasulov Fassalxon Rasuljonovlar. O'zlarimi? Sizga qanday kiritib berishimiz mumkin? Qanday kiritib olasiz bizdan? Qanaqa yordam berishimiz mumkin sizga? Nima qilishimiz kerak? Sizlar aytingchi. Hozirda bizga o'sha yoshlarga berilgan imkoniyatlardan foydalanib, bizdan kredit olmoqchimiz, shunga amaliy yordam bersin. Yoki 60 bo'yicha nima qilmoqchisiz? Tadbirkorlik, Qaysi yo'nalish bo'yicha kapital xizmat ko'rsatish. Ha, yaxshi. Hop, buni sizga hozir necha pul miqdorda emas? 100 million. 100 million. Nechta ishchi o'rin yaratasiz? 100 million kitib beramiz sizga. Hop, ishchi o'rni 5-6 kishi. 4 ta 5 ta yaratasiz. Hop, siz o'sha ish faoliyatingizni o'rganib chiqdingiz. 100 million olganingizdan keyin siz daromad keltirasiz, ishchi o'rnini yaratasiz. O'sha o'zingizga va o'sha yaratgan ishchi o'rningizga nafi bor, ertasi bor ish, to'g'rimi? Hammasini o'rganib chiqdingiz. Hammasini o'rganib tayyorlamoqchi. Yaxshi bo'ldi, biz sizga PQ60 bu qaror bo'yicha siz kiritib beramiz, kommunal xizmatlarga kiritib beramiz. Kerakli hujjatlarni biz xodimlarimiz aytadi sizga. Hujjatlarni berasiz, keyin yana bitta narsa sizdan ham uni kiritib olgandan keyin ham maqsadli, ham manfaatli foydalanish kerak undan. Shu bizning asosiy vazifamiz sizlarga tadbirkorlarga yordam berish sabab o'sha tadbirkorning unib o'sishi, undan maqsadli, manfaatli foydalanishi. O'zidan tashqari o'sha ishlatayotgan 5 ta 6 ta ishchisiga ham manfaatli bo'lish kerak. O'sha nima deydi? Rivojlanish kerak, ertasi bo'lish kerak. Agar rivojlantirsangiz, yana ham rivojlantirib, ko'paytirib qilsangiz, sizga kelgusida yuqoriroq qilib berishimiz mumkin. Yozdi. Bizga e'tiroz, takliflar yo'qmi? Yo'q, hozircha. Bo'ldi, hujjatlar berasiz, Xudo xolasa 10 bank 3 kunda chiqarib beramiz. Uzatib ketsa. Xo'p. Bo'ldi.